Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimizda biz sizlarga Fransiya poytaxti Parijda bo'lib o'tgan qiziqarli ko'rgazmalar haqida hikoya qilamiz. Parij deganimizda ko'z oldimizga o'z-o'zidan necha ming yillik hashamatli saroy-u qasrlar, jahonning durdona asarlari namoyish etilgan muzeylar, chiroyda tengi yo'q cherkovlar, Sena daryosining bir-biridan chiroyli ko'priklari va albatta 1889-yilda Fransiya buyuk revolyutsiyasining 100 yilligiga bag'ishlab yaratilgan va keyinchalik fransuzlarning timsoliga aylangan Eyfel minorasi kelishi shubhasiz. Iliq vatanparvarlik tuyg'ulari aks etgan Bastiliya, hamjihatlik va hamdo'stlik maydonlari kabi esdalik yodgorliklaridan hayratlanmay iloj yo'q. Biz ham o'z navbatida bunday go'zallikdan bahra olgan holda, siz aziz muxlislarga bu ajoyib ertak shaharda bo'lib o'tgan ayrim ko'rgazmalarni yoritishni maqsad qilib qo'ydik. Fransiyaning Tashqi ishlar vazirligi va UNESCO xalqaro hamjamiyati yordamida tashkil etilgan ko'rgazmada Markaziy va Sharqiy Yevropa, shuningdek Markaziy Osiyo davlatlari ishtirok etdilar. Jazoir, Marokash, Tunis, Misr, Falastin, Liban, Siriya, Iordaniya, Yunoniston, Ukraina, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlari qatorida respublikamiz ham o'zbek milliy san'atini namoyish etdi. Ko'rgazma Parijning mashhur Samariten kommersiya markazi qarshisida joylashgan nafis san'at uyida bo'lib o'tib, unda yuqorida sanab o'tilgan mamlakatlarning amaliy san'atiga kiruvchi barcha soha namunalari, jumladan zardozlik, kashtachilik, haykaltaroshlik kabi san'at turlari farang xalqi e'tiboriga havola etildi. Femme de Derive, ya'ni ikki sohil ayollari loyihasi asosida faoliyat yuritayotgan birinchi nafis san'at saloni 1901-yildan beri faoliyat ko'rsatib, O'rta Yer dengizi davlatlarining amaliy san'atini targ'ibot qiluvchi uy hisoblanadi. Uning ma'muriyati bizning ijodiy sayohatimizga o'z hissasini qo'shishga harakat qildi. Ko'rgazmamiz bo'ylab sayohatimizni Qirg'izistondan boshlaymiz. Mazkur davlat vakillari ham o'z amaliy san'atini namoyish etmoqdalar. Sizlarga ularning madaniyati qo'shni davlat bo'lgani uchun yaxshi tanish deb o'ylayman. Ularning san'ati ham o'zgacha. Bu yerda esa Gretsiya, ya'ni Yunoniston mahsulotlari. Ular ham bu loyiha a'zosi bo'lib, ularning mustaqil Deni nomli kooperativ tomonidan yaratilgan turli xil san'at namunalari bu yerda havola etilgan. Gretsiyaning Zagora agroturistik ayollari kooperativi shuningdek qator murabbo, dorivor malham va siroplar ham ishlab chiqarmoqda. Bu tomonda esa Falastin davlati mollari bilan tanishishingiz mumkin. G'azodagi Palestina Cultural Association o'z narsalarini yurtdoshlaringizga tanishtirmoqda. Shuningdek, Ramonallohda joylashgan Falastin ishchi ayollari jamiyati ham qator narsalarni namoyish etgan. Barcha fotosuratlarni esa bizning tashkilotimiz bilan hamkorlik qiladigan maxsus muxbirlarimiz qatnashchi davlatlarga borib ishlab kelishgan. Mana bu gilamlar Jazoir ustalari tomonidan to'qilgan. Hozir ularning san'ati bilan tanishamiz. Hozir biz yuqoridan pastga, ya'ni boshqa qavatga tushyapmiz. Bu yerda Misr xalq ijodiyotini ko'ramiz. Atrof muhitni muhofaza qiluvchi tashkilot yordamida ishlangan bu mahsulotlar Al-Bashair Helvan nomli partnyorlarimizning ham mehnatidir. Bular ham shular jumlasidandir. Mana bu mato esa kashtachilik namunasi. U qo'lda tikilib, uning matosi tabiiy sharoitda tayyorlangan.
Bularning barisi ayollar qo'l mehnati bilan ishlanganmi yoki zamonaviy texnik vositalardan tayyorlanganmi? Bilasizmi, bizning tashkilotimiz qo'l mehnati orqali yaratilayotgan barcha san'at asarlarini, usullarini saqlab qolish uchun ko'p ishlar olib bormoqda. Albatta, yangi vositalar yordamida. Devorda osilib turgan ajoyib ko'ylaklarni esa Ukraina ayollari tikkanlar. Ukraina O'rta Yer dengizi yoki O'rta Osiyoga kirmaydi, lekin shular qatorida ishtirok etmoqda. Chunki bu davlatning Osiyo davlatlariga yaqin tomonlari bor. Hatto ularning yashash tarzi, tashqi ko'rinishlari ham o'xshashib ketadi. Balki bu tarixiy aloqalarga taalluqlidir. Bu ko'ylaklar Alla Rukavitsinaning Tyansing guruhiga mansubdir. Mana bu tomon kelsangiz, Armaniston amaliy san'ati namunalarini ko'rasiz. Bularning barisi Karina assotsiatsiyasining ishlab chiqargan mahsulotlaridir. Qozog'istonlik partnyorlarimiz ham o'z ayollarini yaratgan deyarli barcha viloyat namunalarini olib kelishgan. Iordaniyaning 5 ta korxonasi, Iordan daryosi, Nural Husayn, 7 o'lchov, Badr Adujja va Bavavet al-Sharq kabilar o'z mollarini olib kelishgan. Ichkari tomonda Tunis, Jazoir va Marokash davlatlarining milliy san'ati e'tiboringizga havola etilgan. Ularning ishlari Esalem, Ayt Bamran, Tafuj kabi assotsiatsiya ayollarining san'atida aks etgan. Marokashning ahamiyatga molik mahsulotlardan biri shifobaxsh argan daraxtidan qilinadigan atrupa, dorivor murabbo va hokazolarni aytib o'tish joiz. Ularni ayollar maxsus bolg'alarda dona-dona qilib, keyin ezib tayyorlaydilar. Bu juda qiziqarli. Va nihoyat O'zbekistonga yetib keldik. O'ylaymanki, bu mamlakatning ajoyib o'ziga xos san'atini sizlarga yoritib berishga hojat yo'q. Asosiy maqsadimiz bizani mana 2 yil davomida shu tashkilot bilan, Fransiyaning tashkiloti bilan hamkorlik qilayotganimiz. Bu asosiy maqsad bugungi kundagi hunarmand ayollarni birlashtirib, ularning mahsulotini eksportga chiqarish. Shu bilan birgalikda shu bugungi kunda uyda o'tirgan ayollarni ish bilan ta'minlatishga qaratilgan. Bu vystavkamizning maqsadi mana bugungi kunda ayollarni, mana bu yerda agar 21 ta mamlakat qatnashayotgan bo'lsa, shu ayollar bilan hamkorlik qilish. Bizni ham korxonamizda 70 ta ziyod ayollarimiz xizmat ko'rsatib, shuni ishlab kelishyapti. Mana shu asosan hozirgi kunda milliy qadriyatlarimiz, milliy kiyimlarimiz yana ham hozir rivojlanib, hozirgi kunda asosan juda ko'p qarashlar shunga taqalib kelyapti. Asosan mana shu hozir vystavkaga, Fransiyaning vystavkasiga olib kelgan mahsulotlarimiz hammasi avvalambor qo'l ishida qilingan. Undan tashqari yana butun mana shu hozir ko'rgazmadagi narsalarimiz tabiiy ipakdan qilingan mahsulotlar. Mana shu Fransiyada ham shu narsalarimizni ko'rib, juda ham did bilan qilingan. Neki ipakdan bo'lganligini ko'rib, ular ham o'ziga xos tasavvurga ega bo'lyapti. Qilgan mana shu yasalgan anaqa qo'lda yasalgan keramikamizdan, keyin mana bunaqa shkatulkalar. Biz yana mana shu vystavkaga keramika mahsulotlarini ham keltirganmiz. Bu keramika mahsulotlari bu yerda turli yo'nalishda ketgan. Bu har bir O'zbekistondagi har bir viloyat oblastlarning o'ziga xos uslub bilan yaratilgan. Masalan, mana bu uslub bizda Buxoroda, Buxoro uslubi. Mana bu uslubimiz Toshkentdagi ustalarimiz qilingan. Bu hunarmandchilik hammasi o'zimizning tabiiy o'sha tuproqdan yaratilib, aniq qilib, o'ziga xos qo'l hunari bilan uslub berib, ishlov berilgan bu keramika mahsulotlariga. Ikki qirg'oq ayollari loyihasi 2000-yilning noyabr oyida amalga kirgan bo'lib, uning asosiy maqsadi ayollarning nozik, mukammal mehnatini targ'ibot qilishga va rivojlantirishga qaratilgan.
Loyiha sessiyasi birinchi bo'lib 2002-yilning mart oyida Misrda, so'ngra may oyida Jazoirda va avgust oyida Qozog'istonda o'tkazilgan. Shu yilning sentyabr oyida esa Yunonistonda bu singari ko'rgazmalarni doimiy tashkil etilishi haqidagi kelishuv imzolandi. Yes. Yes. Bu yerda shunday ko'rgazmani o'tkazilishini eshitib, qiziqib keldik. Ko'p chiroyli narsalarni ko'rib, yangi san'at bilan tanishdik. Bu juda qiziq. Ayniqsa qo'lda qilingan mehnat mahsulotlari tahsinga loyiq. Mazkur ko'rgazma haqidagi fikrlaringiz? Men Marokashdan kelganman. Bu yerda sayr qilib yuribman. Men uchun katta yangilik bo'ldi. O'z kameramga ham yozib oldim. Ayniqsa Buxoroda tikiladigan joynamoz kabi namunalar menda taassurot qoldirdi. Ko'rgazma tashkilotchisi bo'lgan Lila Skarveli quyidagicha fikr bildirdi. Bizning loyihamiz 1992-yilda tug'ilgan bo'lib, shu yillar mobaynida uning asosiy maqsadi ayollar mehnatini himoya qilish bilan cheklanmay, madaniy, iqtisodiy, tarbiyaviy, artistik tadbirlarni tashkil etishga qaratilgan. Jumladan umumiy iqtisodiy rivojlanish, madaniy va hamkoriy iqtisodni qo'llash va yaratuvchi san'at ustalarini qonunlarini himoya qilishni o'z zimmasiga olgan. Shular qatorida tashkilotimiz bir qancha ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Masalan, biz internetda o'z saytimizga ko'pgina ma'lumotlar berib boramiz. Hamda o'zimizning jurnalimizni bosib chiqaryapmiz. O'ylaymanki, loyihamiz barchaga ma'qul bo'lmoqda. Qatnashchilarimiz yil sayin ortib bormoqda. Madaniyat markazi hisoblangan Fransiyaning poytaxti Parijda bo'lib o'tgan bu ko'rgazma hafta mobaynida bu yerdagi san'at muxlislarini amaliy san'atimiz bilan qisman bo'lsa-da tanishtirdi. Mahalliy aholi boy merosimizdan bahramand bo'lgan bo'lsa ajab emas. Ko'rsatuvimizni yaqinda o'z nihoyasiga yetgan yana bitta fotoko'rgazma haqidagi hikoyamiz bilan davom ettiramiz. Noyabr oyi Parijda fotoko'rgazmalar oyi deb e'lon qilingan. Ana shu munosabat bilan Parij shahar tarix kutubxonasida Moskva shahrining fotografiya muzeyi tomonidan tashkil qilingan O'zbekiston mavzusidagi ko'rgazmasi namoyish etildi. Ce magnifique ensemble qui n'a jamais été vu à Paris, bien entendu. Fotografiya oyi Parijda mana 22 yildirki, aniq bir mavzu asosida tashkil qilinib kelinmoqda. Bu yil esa mazkur oylik 3 ta mavzuda baynalmilal fotomuxbirlarning yaratgan ishlarini namoyish etmoqda. Ulardan biri fotografiya ayollar ko'zi bilan, yana biri bugungi kunning shakllanishi va uchinchisi dunyoga tanilib kelayotgan davlatlarda ijodiy izlanishlar kabi mavzularidir. Oxirgi mavzu doirasida tashkil etilgan ko'rgazma Max Pensonning tarixiy fotosuratlari asosida o'tkazildi. Max Penson 1893-yilda Vitebsk oldidagi Velits qishlog'ida tug'ilgan. 1915-yilda u Qo'qonga kelib, rasm darsidan bolalarga o'qituvchilik qiladi. Farg'ona rahbariyati unga sovg'a qilgan fotoapparat uni mohir fotograf bo'lib yetishiga asosiy sabab bo'ldi. 1923-yilda u Toshkentga kelib o'rnashadi va mahalliy fotograflardan saboq oladi. 1926-yildan 1940-yilgacha Max Penson Sharq haqiqati gazetasida fotomuxbir bo'lib ishlaydi. 1939-yilda O'zbekistonda suratga olgan rasmlari asosida yagona shaxsiy ko'rgazmasini o'tkazishga muvaffaq bo'ladi. 1934-yilda esa Parijda bo'lib o'tgan universal ko'rgazmada u yaratgan O'zbek Madonnasi nomli fotosurati oltin medalga sazovor bo'lgan. Max Penson umri oxirigacha O'zbekistonda oilasi bilan qoladi. Parijda o'tkazilayotgan bu tadbir men uchun juda quvonarli hol. Otam O'zbekistonni juda sevardi va butun ijodini shu xalq uchun baxshida etdi. O'zbekiston bizning abadiy vatanimiz bo'lib qoladi. Otamning ko'p chiroyli ishlari, negativlari yo'q bo'lib ketgan bo'lsa-da, qisman arxivni saqlab qolishga muyassar bo'ldik. Ana shularning katta qismi bu yerda e'tiboringizga havola etilgan.
Max Penson ertalabdan peshingacha rasmga olish bilan band bo'lardi. Peshindan keyin to kechasigacha u rasmlarni, fotosuratlarni ko'paytirish bilan mashg'ul edi. U o'z ustida juda ko'p ishlardi. Kamchiliklarni yaxshiroq bilish maqsadida suratlarni katta formatlarda chiqarar edi. Xuddi ko'rgazmaga qilgandek. Lekin u o'z hayotida yagona shaxsiy fotoko'rgazmani ko'rishga muyassar bo'lgan. Butun umrida u katta qiziqish bilan san'atga tegishli bo'lgan yangiliklarni, albomlarni yig'ishni xush ko'rardi. Keyinchalik ular bilan o'z ishini solishtirardi. Shu tarzda uning o'zbek madonnasi vujudga kelgandi. Uning san'ati O'zbekistonda tug'ilgani bilan birga o'zbek an'anaviy hayoti asosida rivojlandi. Fotoko'rgazmani tashkil etishda mas'ul shaxs bo'lgan Olga Svivlova bilan ham muloqotda bo'ldik. Max Penson O'zbekistonni sevganligi yaqqol uning suratlarida namoyon etgan. U o'z davrining iste'dodli fotomuxbiri bo'lgani uchun biz uning asarlaridan ko'rgazmani o'tkazishga jazm etdik. Parij rahbariyati bizga taklif so'rovnomasini yuborganda, biz Max Pensonning ishlarini ularga yubordik. Kutganimizdek, bu muallifning ishlari ularga ma'qul keldi va ko'rgazma loyihasi shu tarzda tasdiqlandi. Oradagi yillarga qaramay uning ishlari yaxshi saqlanib qolgan. Grinberg, Zemma, Rodchenko, Chayx, Eisenstein kabi mashhur fotomuxbirlar qatoridagi Max Penson bugungi kunda o'z ishi ustasi bo'lganligi chet ellik muxlislarga ham ayon bo'lib turibdi. Biz Samarqand, Buxoro shaharlarini ko'p bora eshitganmiz, lekin ilgari O'zbekiston va umuman O'rta Osiyo davlatlari haqida ma'lumot olishga imkoniyat yo'q edi. Hozir esa mana shu qadimiy davlat bilan yaqindan tanishishga muyassar bo'layapmiz. Bu juda ajoyib mamlakat ekan. Siz bu ko'rgazma haqida nima deya olasiz? O'zbekiston xalqining ochiq ko'ngil, mehnatkash ekanligi shundoqqina rasmlardan ko'rinib turibdi. Bu rasmlarni ko'rib o'sha yurtni borib ko'rish ishtiyoqi tug'ilishi tabiiydir. Mazkur ko'rgazma Parijda 2 oy davomida kutubxonaning ko'rgazma zalida davom etdi. San'atning barcha turlarida sarhad bo'lmasligi hammamizga ma'lum. Ayniqsa bu kabi tadbirlar shundan dalolat beradi. Yevropaning madaniyat markazi hisoblangan Fransiya poytaxti Parijda oldinma-ketin o'tkazilgan bu singari ajib san'at bayramlari tomoshabinlarda xalqimizga bo'lgan katta qiziqishni uyg'otishi tabiiy. Milliy merosimiz aks etib kelayotgan va avloddan avlodga o'tib kelishda xizmat ko'rsatayotgan musiqa, she'riyat, rassomchilik, amaliy san'at kabi turli jabhalarda o'chmas iz qoldirib kelayotgan xalqimiz bundan yuksak pog'onalarni egallab boraverishi shubhasiz. Respublikamizdagi Fransiya elchixonasida Parijdagi Mudofaa vazirligining Yevroatlantika bo'limi vakillari kelish munosabati bilan jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazildi. Unda bevosita Yevroatlantika bo'limi boshlig'i general Andre Var o'zining guruhi tashrifi sabablari haqida so'zlab, O'zbekistonda amalga oshiriladigan loyiha rejalarini bayon etdi. Biz 1999-yilda hukumatimiz bilan Fransiya o'rtasida imzolangan shartnoma asosida mana 4-yildirki bir qator tadbirlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Bu yil ham O'zbekiston Mudofaa vazirligi bilan imzolangan shartnoma loyihalarini bajarishga tayyormiz.
Bu yilgi shartnomada respublikamiz harbiylarini texnika, chet tili o'rgatish va boshqaruv tajribasi bo'yicha kurslar tashkil etish bilan birga harbiy bo'linmalarni, shuningdek, tog'li vohalarda himoyalanish sistemasini tuzishga kelishildi. Frankofoniya so'zi 1880-yilda geograf Anezim Reklius tomonidan yaratilgan bo'lib, u ko'pgina davlatlarda fransuz tilida so'zlashuvchi odamlar birligini anglatadi. Hozirgi zamonda fransuz tili asosida turli shevalarda jahonning 55 ta mamlakatlari gaplashadi. Ular sirasiga Yevropa, Kanada, Afrika, Arabiston, Janubiy Amerika va Osiyo qit'alarining bir qancha davlatlari va orollari kiradi. Bugungi kunda fransuz tilida 300 millionga yaqin kishilar muloqot qiladilar. Ulardan yarim millionga yaqini O'zbekiston fuqarolaridir. Respublikamizdagi Fransiya elchixonasi tashabbusi bilan bir necha yillardan beri tashkil etilayotgan bu bayram tadbiri muayyan tanlov asosida o'tkazilib kelinayotgani fransuz tili muxlislariga yaxshi tanish. Yurtimizdagi Fransiya, Ruminiya, Shveysariya elchixonalari, shuningdek, Belgiya konsulligi hamkorligida o'tkazilgan an'anaviy frankofoniya bayramida bu yil ham shu davlatlarga tegishli bo'lgan savollardan iborat test sinovi uyushtirilib, uning g'oliblari Fransiyaga yo'llanma oldilar. Ikkinchi va uchinchi o'rinni egallagan talabalar esa kerakli lug'at, kitob va elchixonalarning maxsus sovrinlariga ega bo'lishdi. Ahamiyatli jihat shundaki, bu yilgi tanlovga teatr san'ati ham qo'shilganligi talabalarning artistik mahoratini fransuz tilida to'laqonli namoyish etish imkoniyatini berdi. 3 nafar g'olib, Sharqshunoslik instituti talabasi Yelena Yatsenko, Samarqand chet tillar universiteti talabasi Katya Silyutina va Toshkent davlat san'at instituti talabasi Eshmatovalar Fransiyaga yo'llanma oldilar. Fransuzlar otasi bo'lgan Victor Hugoning Notre-Dame de Paris asari asosida yaratilgan bu yangi loyiha premyerasi poytaxtimizdagi shinavandalar uchun quvonarli hol bo'ldi. Teatr repertuaridagi Puni yozgan Esmeralda baleti va Richard Kachantening zamonaviy yo'nalishda yaratilgan musiqasi uyg'unligida namoyish etilgan Notre-Dame de Parisning o'zgacha dasturi respublikamizda 3-o'rinda ijro qilindi. Parijning yirik cherkovida bo'lib o'tgan tafsilotlardan iborat bo'lgan asarni muallif cherkov nomi bilan atagani bejiz emas. Notre-Dame de Paris asarining bosh qahramoni Go'zal Esmeralda xushtorlari ijro etgan triosi barchamizga yaxshi tanish. Asar vatanda muvaffaqiyat bilan davom etayotgan va Rossiya ruscha talqinda ko'rsatilayotgan mashhur myuzikal qahramonlari bo'lmish Kvazimoda rolidagi Petkun, Febning ijrochisi Makarskiy va Frol ko'rinishidagi Golubevlar shahrimizda ham o'z triolarini bayramona kayfiyatda tomoshabinlarga taqdim etdilar. Esmeralda baleti parchalari va hozirda ko'pchilikka manzur myuzikalning bosh qahramonlari partiyalari uyg'unligida tayyorlangan Notre-Dame de Paris loyihasi O'zbekistonda 3-premyera sifatida o'tkazildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta butun haligi myuzikalni bu yoqqa olib kelish juda qiyin. Birinchidan u juda bir tonnalar apparatura bor. Lekin o'sha katta spektakl o'zining nimalari bor, muammolari bor. Endi biz o'zimizni O'zbekiston tinglovchilarni bir mana shu myuzikalni qo'shiqlari bilan, xalqqa sevib ketgan qo'shiqlari bilan bir yoqda ham eshitsin deb mana shu proyektni tuzuvdik, loyihani. Menimcha juda ma'qul bo'ldi. Biz xalqaro xotinlar kuniga bir sovg'a nima qildik. Hamma xotinlarimizni mana shu bayram bilan tabriklaymiz. Victor Hugo kecha va bugun shiori ostida tashkil etilgan bu dastur 1,5 soat davomida orziqib kutgan muxlislarga olam quvonch bag'ishladi. Oradagi davr masofalariga qaramay, inson qadr-qimmati, ichki dunyosini aks etuvchi bunday asarlar ma'naviy boyligimiz bo'lgan barcha xususiyatlarni tarannum etadi.